bittasi bu hayit namozi, ikkinchisi Eidul Adha namozi bo'lsa, bittasi bizning mazhabimizda vojib bo'lgan vitr namozidir. Qolgan namozlar farz ekani, qolgan namozlar sunnat ekani, navofil ibodatlar mustahab ekanini sizlar juda ham yaxshi bilasiz. Bugun to'planib ado etmoqchi bo'lganimiz, vaqtining avvalgi vaqti kelishiga intizorlik bilan kutib turganimiz bu ulug' ibodat shariatimizda vojib bo'lgan 3 ulug' ibodatning biridir. Bugun barcha mu'min musulmonlar baytullohlarda jam bo'ladilar. Nafaqat baytullohlarda, namozgohlarda, eidgohlarda, katta maydonlarda jam bo'ladilar. Qaysiki biz hozir kelib kelayotganimizda ota-onalar, katta-kichiklar qo'llarida joy namozini qistirib, Allohning ibodatiga shoshilib, oshqayotganlarni ko'rib, qalblarimiz quvongan kabi bugun minglab, millionlab mu'min musulmonlar baytullohlarda jam bo'ladilar.